Burada mı ayıldı? Yana resetken to'sib qolibdi. Mana bular bildi. Mana yomon tez keldi. Sekinlashtirib ko'raylik. Chekiga kirib ketdi-da bu. Chaqishma ejalar o'tib ketgan ekan. Bolasini. Üçüncü. Chekida ela turibdi. Yo, salni. Alaykum assalom. Plyonkadan. Hozir. O qiz payqab oldi. Tez keladi. Yo'ldoshlar. Xudo soatda bundan chekildi, mashina yo'q edi. Bu yerda mashina olgandan qayga tarz. Ya qaydaysın abi aşağı. Yürü oradan abi aşağı. Burada çıkma. Azamat, assalomu alaykum. Mal proxoddan bu yerda maktabning o'quvchilari chiqadi, mana orqasida maktab bor. Shul yerdan shundaydan churqab, mal yo'lni berib o'tib magazinlarga kirishadi. Hozir mal yerda mana guz yotadi. Honda Step vagondanch. Al o'zi mashina bu yerda turadi. Bunaka. Al yerda daha bir Tiko turadi. Mo'l yerdagi o'quvchilardan uchosini, ikkosini suzib yo'ldan o'tib deganlarini. Yo'lda ketayotgan Tiko'ni arkasından süzüp o'sha ko'k Kamaz'ın arkasına tig'ib qo'ydi. Onun içinde de o'quvchilar bor ekanlar. Bundan ko'k Tiko turadi, qizil Tiko. Bunaka. Step'dan da turadi. Sul yerga bir peshobod bu je buna ko'chani javish kerakmi? Je svetofor qo'yish kerakmi? Charasin қолданбаса болбойт. Мынаны теп өтө катуу жүргөн, өтө катуу келди жанагы машина. 100ден ашык скоростта келди да.